deyiladi, ishi bor buni abid qilish kerak, boshqa qilish kerak. Misol uchun oshxona yo'q. Choylardan oshxona qilsangiz masalan deydi. Oshxonadan tushsam, joy kerak. Joy beradi. Talabga javob beradi. Masalan, kreditga olgan tarafda bo'ymoq imtiyozda da'vat qilish iloji bor. Agar ko'proq misol uchun kredit beradigan bo'lsangiz, anavi imtiyozda da'vatni qilib foizni kamaytirib, qaranglar, uni faqat kreditga bog'liq emas. Kreditdan iltimos qo'yamiz, hujjat bo'lsa, biz kredit beraveramiz. Lekin shu narsalarni qilmaysiz, o'qisa, darhol yo'maydi, shuni so'rayapmiz. Kredit mana endi hozir 300 mingga 2 yilga beryapmizmi? Uzoq hududga deb mana xizmat ko'rsatishda oshxona qiladi, mebel oladi, jihod oladi, asosiy vositalarni qilib sizlarni oshxonaga 2 yilga qilsa bo'ladi. Lekin 2 yildan qisqa muddatli kredit, uzoq muddatli kredit ipoteka bo'ladi, boshqa kredit yo'q. 7 yillik kredit bilan olib bo'lmaydi. xizmat ko'rsatishda soliqdan imtiyoz bormi? Aylama 1%, 20%. Endi demoqchilarimiz buni ham olagan, chiqarib beradi. Kishi salbiy bo'lsa, bizlar qilamiz. Albatta, masala yo'q. Lekin demoqchilar agar imkoniyat bo'lsa, sharoit bo'lsa, boshqa sohalarni o'ylab ko'rsa, misol bizlar mana shu yerda yuribmiz, qonunda qo'yni oladi, o'qadi, qo'yni oladi, endi avgustda ishga boradi, o'zini shunday sotgan. Keyin bu yerda oladi, oladi, nekta 500 ta yig'ib o'zida olib berganda, keyin uni yemga boqayganda, misol uchun mendan 1 milliondan qo'yni olsa, o'zi 1,5 million olsa. Keyin ular 500 ming bitta qo'yga 500 ming 1 million xarajat qilganda, 3 million 4 millionga Toshkentga olib degan. Yangi yilda ekan. Nimaga shuni o'z sherda qilib qo'yadi? Yem bersak bo'lmaydi qo'yga. Nima qilmaydi? Bitta qo'yni 1 million sotmaydi, 3 million 4 millionga sotadi. Başka yo'llar o'ylab O'tir yapamiz. Assalomu alaykum. Firmangiz nima? Endi bu taklifdan o'ylab qo'yinglar demoqchiman. Qanday Qarasam qayerda yer? Qo'y boqishga. Nima taraf? Beton taraf.